Gel o'tir. Jan. Ha. Mashina men haydayin. Ya undan ko'ra sen ot hayda, Aydayin mol. sen. Yo'q, urib olasan, o't. Jonim. Afamisan. Qarab batirim. Ayday qo'yingsan. Bo'pti, hayda. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Yaxshimi? Bo'lmay qara, hayda olaysanmi? Do'ndiring. Ishqilib biror joyga qo'ndirmasang bo'ldi-da. Mashina. Xo'p, birinchi mashinaga o'tirib nima qilish kerak? He. Bo'yanladi. Voy, onasini hamsa. Xo'p, bo'pti, mayli. Xo'p, uni chidayman unga. Mana bu oyna nimaga kerak? Plan bo'yanladi. Bu salon emas. Bo'pti, xo'p, anu bakovoy nimaga kerak? Buni bitib qarab bo'yanaman. Voy. Xo'p, bo'pti. Mana bu nimaga kerak unda? Bu yaxshilab ko'rinishinde. Ne? Bo'yanaman. Bo'pti, xo'p, mayli. Yurg'iz moshinani. Tormozni bos. Anu kattani bos, ha. Oyog'ing bilan. Bosib tur. Bas. Ana yurdi. Endi mana bu skorisi D'ga ur. Ani. Mana bu skorisi D'ga ur. Nima ursa, nima qilib uryapsan? Mana uni bunday tortib uradi. Ana endi sekin yur. Voy. O'g'lim, meni qo'lingga tashab qo'y. Kelin haydayaptimi? To'xtab tur. Ana endi ketdik. Ya to'xtab tur. To'g'ri aytasiz ona. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Yur. Skorost garang. To'xta. Tayyormisizlar? Ha. Yur. To'xta. Ayda bilim endi o'ynadim-ku. Yetuvdimi? Mashina! Gazni bosma. Birinchi darvozani ochish kerak edi. Bundoq. Voy, o'zi zo'rg'a turgan ekanda, nima kat bo'pti. Xotinimning bosh kechasi bo'lib qopti. Bosh kechasi emas, qorong'i. Bor turib qara. Nimaga kelyapti? Nima qilging kelyapti? Aytma. Yo'q, yemayman. Men Afrozan ana qo'shiqni eshitgim kelyapti. Ko'ra olmaslar, ko'rib qo'ysin degan. Bo'ldi, mana televizorda qo'yib beraman. Yo'q, men живой eshitgim kelyapti. O'zi kelsin. Jon aka, hech pulni siz beraman. Kelib beringlar endi Behruz aka, bolam uchun, o'zim uchun emas. Rahmat kelganingiz uchun, bolamiz uchun qani marhamat, eshit. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. To'xtang. Jan, живой aytib bersin, bir satlar bitib shertib aytib bersin. Endi sal shunaqa живой aytyapti, jinni. Shertib aytsin. Qarang, siz meni bolam puchuq bo'lishini xohlamaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q. Unda bir narsa chalib aytib bering, endi ishonmayapti-da. Mayli. Rahmat. Voy, ishlayotgan. Ishlaydi. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Jan, qandaydir bir bo'rtilib bo'lyapmanda, betanisday bo'lyaptir. Sen qandoshing emas bu, begona, san'atkor. Qasimda o'tirib, do'stimday bo'lib aytib bersin. Iltimos, sal qo'shib beraman-da. Yo'q, gap pulida emas. Bolam uchun. Mayli. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Jan. Qasimda o'tiribdi-da, baribir betanisday-ku. O'zim tilimda qaralpoqshada aytib bersin. Voy, bu senga telefon kompaniyasi emas, qora qalpoq otini tanlash uchun ikkini bosing deydigan. Xohlasang anjancha aytib bersinmi? Ich qoralar ajab bo'lsin, bunday oshiq, voshim yo'q deb, a? Bilmayman-ku qara. Qanaqa bo'ladi? Aytchi. Ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysin, bunday muhabbat hech kimda yo'q. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday muhabbat hech kimda yo'q. Yulduz to'la tunlar aytsin bunday suluv dunyoda yo'q. To'xtang. Keling, ikkovimiz birga uylar chinastirib, shanglarni olib yurib aytamiz. Dedilar.
birga mana shu uyda yashagandek maytlarni artib, tozalab, birga qo'shiq aytaylik deyapti. Balkim plissoz qilib birga yetarmiz. Ketdik. Yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, eson-omon qutulib oling, xo'p? Mayli, men ketdim, uzr. Kibr. O'g'ilmi, qizmi? Bo'ri o'tib ekan. Nima ekan ayting? Shunchaki qorinlaridan bo'lgan ekan. Voy. Qorningdan bo'lganiga shuncha vahima qildingmi?